Alisher, boshimga katta kulfat tushdi. Shu tillalarni hisoblab bering. Bo'ldi, o'tirib oling, men sizga o'zim hisoblab beraman, qimmatroq. Tinchlikmi o'zingiz, nima bo'pti? Uyim, mol-mulkim, hamma narsam yonib ketdi. Faqat shu tillalarni olib chiqishga ulgurdim. Yaxshi bo'lmabdi, mayli endi. Hozir men sizga qimmatroq hisoblab beraman. Pochka pullarni olib ketib, yana ham xursand bo'lib ketasiz. Ba'zi bir tillalarni Dubayda olib kelganman, yaxshi hisoblab bering. Bo'ldi, xo'p. Bu yerda mana bular hammasi 585 ekan. Bitta amonez balandparov, ya'ni toza tillagan, buni boshqacha narxda hisoblaymiz. 585 laringizni boshqacha narxda hisoblaymiz. Faqat mana bu oddiy toshlari minus bo'ladi. Ozgina. 112.30 toshlariga minus 935 mingdan olib qolaman bugun kurs bo'yicha. 102 million 200 bo'pti, oddiy tillalaringiz o'zi. Bir paytlar maza qilib yurardim, Dubay malikasi bo'lib, tillalarga ko'milib, hozirgi ahvolimni qarang. Maza qilib yashayotgan bo'lsangiz, ne qaytib keldingiz? Slitkingiz 3.9 Pro, buni 1 million 600 mingdan 10 grammga olib qolaman, 16 million bo'ladi. Shunda общий tillangiz narxi 102 million 200 ga 16 million, 118 million 200 ming so'm bo'lar ekan. Bitta bolaga unashtirilganim, o'shancha qaytib keldim. Hamma mushkulingiz oson bo'lsin, ishqilib bu pulni yetadimi remont qilishingizga? Yetmasa yordam so'rayman-da. Kimdan so'raysiz? Xalqimizdan. Yo'q, xalqdan ham so'raysizmi? Qoyil. Nima qilay, pulingizni berib yubora qoling bunda. Ilojisi bo'lsa, yirik pul qilib bera qoling. Mana sizga yirik pulda 118 million 200, xalqdan yig'gan pulingizga mashina olmay tag'in. Ha yo'q, o'tgan safar mashinani olib bo'lganman.